Siyasi vaziyetler, dünya iqtisodi, fan texnika, biz Sultan ekranida. Avustraliyalik Abdusalam ayoli va o'g'li bilan jam bo'ldi. Bu nimadan derak berdi? Tursunjon Turab, Uyg'ur agentligi 11 dekabr xabari. 10 dekabr Avustraliyalik Sadam Abdusalam ayoli Nadira Umar va hozir ko'rishib boqmagan 3 yoshli o'g'li Lutfi Sadam bilan Sidney aerodromida uchrashib, bir oila kishilari jam bo'ldi. Sadam shu yer vaqti juma kuni oilasining jam bo'lish suratini Twitterga qo'yib, Avstraliya tashqi ishlar ministri Marsi Payne va boshqa inson haqlari tashkilotiga rahmatini aytdi. Men bu kunning kelganligini hargiz o'ylab boqmagan. Men bizni jam qilish uchun qilgan har bir kishiga chin yuragimdan rahmat aytaman. 2017 yili Xitoy tajovuzchilari Abdusalamning ayoli Nadira Umar va o'g'lining pasportini tortib olish bilan Urumchidan ayrilishini cheklagan. Saddamning Avstraliyadagi harakatlari bilan uning oilasi bilan jam bo'lish masalasi Avstraliyadagi eng jiddiy inson haqlari masalasiga aylangan. Bir dadaning yangi tug'ilgan o'g'li bilan jam bo'la olmasligi, bir buvaqning ikki davlat o'rtasidagi diplomatiyaga ta'sir ko'rsatishi har bir avstraliyaliklarning qiziqib so'raydigan temasiga aylangan. Saddam Avstraliyaga 10 necha yil oldida o'quvchi bo'lib kelgan. 2013 yili Avstraliya vatandoshi bo'lgan. 2016 yili ayoli bilan vatanda to'y qilgan. 2020 yili fevralda Xitoyning Avstraliyadagi muavin bosh konsuli Avstraliya televiziya kanalida Saddamning ayoli vatandan ayrilishni xohlamadi degandan keyin Nadira Umar darhol yo'ldoshiga men ayrilishni va yo'ldoshim bilan jam bo'lishni xohlayman degan plakatliq suratga tushib yo'ldoshiga undidor orqali avatgandan keyin Xitoy diplomatiyasi Avstraliyada yana bir qatam mat bo'lgan. Avstraliya hukumati va tashqi ishlar ministri ko'p qitim Xitoy hukumatini Saddam oilasi bilan jam bo'lishga ruxsat qilishni talab qilgan. Saddamning advokati Bradelning Reuters agentligiga bildirishicha, bu oila 2 hafta burun kelgan bo'lib, Brisbane mehmonxonasida karantin turgandan keyin ondan Saddam bilan jam bo'lgan. İnsan haqlarini kuzatish tashkiloti Avstraliya mas'uli Sophia McNeil mundaq yozgan: Hech qanday adolatsizlik mangu davomlashmaydi. Kishilar hamisha osonla voz kechadi, chunki buning jafosi bek yomon, bek qiyin, bek azobliq va utuq qozonish nihoyat tez. Biroq Saddamning jam bo'lishi mening ko'rishimni texmi uzun davomlashtirdi. Saddamning hikoyasi minglagan Uyg'urning baxt ko'zishiga sabab bo'lgan ta'sirli kurash hikoyasi. Uning Avstraliya fuqarosi bo'lganligi sababidan emas, balki bir oila kishilari yangi tug'ilgan bir buvoq bilan bo'lgan munosabatining davlat mediasi orqali siyosatchilarga ta'sir ko'rsatishi bilan aloqador. Saddamning izchil bel qo'yib etmasligi intayin muhim, ammo shuni eslash kerakki, Avstraliya g'arb davlati u Xitoyga Uyg'ur masalasida izchil besim tushirib kelmoqda. Bu qitimliq masala Uyg'urning tirishchanligi, davlatning yordami, medianing ta'siri orqali amalga oshgan bir ona va bir farzandni qutqizish harakati bo'lib hisoblanadi.